ta'minoti AJ shahar bo'limi oqova suv quduqlari va tarmoqlarini tozalash ishlari reja asosida olib borilmoqda. Hozirgi paytda 10-daha oqova suv quduqlari va tarmoqlari samarali darajada tozalanib borilmoqda. Xalqimizga uzluksiz oqova suv quduqlarini tozalash va tiqinlarni bartaraf qilish ishlari olib borilmoqda. Navoiy suv ta'minoti AJ Karmana tuman bo'limi Malikrabot Qo'rg'onda hozirgi paytda gidrodinamik texnika asosida kollektor, kaloz quvurlarni yuvish jarayoni ketmoqda.